Qo'chqor boqishga qiziqadiganlar, biz bugundan boshlab o'zimizni shaxsiy sahifamizni yuritishni boshladik. Kimga qiziq bo'ladigan mana qo'chqor boqish, shu haqida qo'limizdan kelgancha ma'lumot berishga harakat qilamiz. 6 yil, qariyb 6 yildan beri qo'chqor boqish bilan shug'ullanamiz. Qo'chqorga qanaqa ukol dorilar qilish kerak, qanaqa vaksinalarni qilish kerak, qanaqa yemdan bersa tez tayyor bo'ladi. Ko'p boqmaymiz. 3,5-4 oyda qo'chqorlarimiz taq bo'ladi. 3,5-4 oyda yangi partiya keladi. Qo'chqorlarimiz almashib turadi. Hozirgi kunda 20 bosh qo'chqorni yemlayapmiz. Kelganiga 1 oy bo'ldi. Narxini topib ko'ringlar, necha puldan keladi o'ylaysizlar. Qo'chqorlar mana gavdasi. Kommentariyada kutib qolamiz, narxini kim to'g'ri topadi.